Qani o'g'lim? Nimalar qilyapsan? Katta pul. Xo'p, Galovka endi qaysi firmaligini aytmay qo'yamiz. Nimaga kelganini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Yangi Galovka ko'rdinglar, tachka o'zi ochdik. Bunga nima qilib beramiz? Mana dada. Xo'p, buni gnezdo направляшiga endi yaxshi chiqmayapti deyishimiz ham noto'g'ri. Bosib maza qilib yurganlar ham bor, lekin 10 tada bitta usta xohlayapti, gnezdo направляшilarni boshqa qoqib, go'zal holatda qilib berishimiz. Shunga olib qoldik. Tayyorlar o'zimizni chotki go'zal holatdagi gnezdolardan qoqib, zo'r qilib beramiz. Kuzatishda davom etib, shunaqa yangi Galovka olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.